Aka, qorningiz ochmi? Qorningiz ochmi? Yeysizmi? Bundan. Yeysizmi? Mana. Nima deysiz? Odam ko'p. Oring mana. Hamga bostirib yeng shuni. Neydi? Yeysizmi? Free. Diyemeyim ha. Yevring. Nima ish qilasiz o'zi? Ustachilik qayerda? Bu yerda nima qilib yuribsiz? Chorsuda bo'lsa. Ishlayman. Oilangiz bormi? Ish yo'q. Oilam yo'qda. Qayerda? Samarqandda? Xorazm. Ish yo'q deyman, bozorda ish yo'q, odam ko'p. Bolalaringiz bormi? Bor. Nechta? Ikkita o'g'il. Ikkita o'g'il. Kattami yoki kichkinami hali? Kattami? Katta bo'lsa ne siz? 18. 18? Siz ne bunaqa yuritib qo'yibdi unda 18 yosh bo'lsa? 18 yosh. Ishlayman. Yoshlikdan suvoq ishda qilaman. 18 yoshli bolangiz ham o'sha Samarqanddami? Nima qiladi u? O'qiydi kollejda. O'qiydimi? Xudoyim saqlab qo'yar. O'qitasiz bolangizni. Bolangizni o'qitasiz. Mobilga chiqaman, chorsiga, ish yo'q. To'ydingizmi? Bo'ldim. To'ymadingiz-ku. Kam narsa edi. Bo'ldi bir duo qilib qo'yarsiz. Rahmat. Bo'ldi.